agar mabodo menga hovlisi bo'lmasa ham bo'ladi, uy zo'r bo'lsin, narxi arzon bo'lsin desanglar, sizlarga zo'r variant ko'rsatmoqchiman. Sergeli Xonoboddan tushgan uyimizni tashqarisi shunaqa katta mana zaxmat joylari ham bor, yo zeleniy zona, bu yoqqa yo'l tushadi, oxirida yana tushuntiraman. Hop, uyimizga kirib kelish, uyimiz bir sotudan sal oshirib bo'lishgan, salkam 1-2 sotuv zo'r remontlar qilib qo'yilgan ekan, lekin kirishingiz bilan shunaqa bitta xohlasangiz zal deysizlarmi, hol deysizlarmi, shunaqa joylashgan, qaranglar. Judayam odam ko'ziga приятный bo'lyapti. Bu yoqqa o'tsa, yana bitta hol, mana bu yoqqa oshxona tushirilgan. Oshxonaga xohlasanglar bundoq razdejnoy qilib oynali yopib olsanglar ham bo'ladi. Boshqacha proyekt bo'libdi. Haqiqatan patologlar baland-baland bo'lganiga ham salobatli ko'rinyapti. Hop, bu yog'imiz spanli xonamiz. Mana bu yoqda o'zini ichida sanuzel bor. Uni hisobda adashmasam 4 ta sanuzel sanodim. Har bir etajda ikkitadan. Mana bu общий sanuzel bo'ladi. Bu yoqdan podol qismi tushib ketiladi. Podol shu kichkina bitta kotelniya qilib, bemalol taqir-tuqlarni saqlasanglar bo'ladi. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zo'r remontdan chiqdi lekin. Ikkinchi qavatimizda ham shunaqa splashnoyni kutib oladi. Birinchi xonamiz xuddi boyidagi zalda razmeridagi, xohlasanglar mehmonxona, xohlasanglar bitta katta spalni qilsanglar ham zo'r bo'lar ekan, qaranglar. Eshiklarni ham boshqachasidan qo'yishibdi. Xullas bu narxi arzon bo'lgan bilan unaqa chapani proyekt emas. Mana bu bitta diska xona qo'ysanglar bo'ladi. Yo'q, yorug' uyimiz. Ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Bu yoqda mana yana bitta kattalarni yotoqxonasi, o'zining balkoni bor, splashnoy xonasi bor va o'zining ichida mana sanuzellariga ega. Shu yerdan turib tushuntirib qolay. Bu yoqqa men plashatka qoldirilgan desanglar, bu yoqqa yo'l tushadi. To'g'rida mana ko'rayotgan bo'lsangiz Ittifoq masjidi bo'ladi. Mana bu yoqda betonka. Bu yoqqa qarab yursak, Xonobod Beruniy mahallaga chiqamiz. Bu uyga kirib kelish to'g'ri, mana Ittifoq masjididan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Bu yoqdan Beruniy mahalladan ham kiriladi. Hop, uyimiz $119 ming, $120 ming, $127 ming so'rayaptilar. Planirovkasi bir xil, yerlar sal kattaroq, sunnati gaziga not beradigan joyi bor ekan. Zo'r uy bo'libdi, sifatli, mana qarang, navesli, bemalol zaxmatli, toza havo. Buni ko'rib qolinglar.